Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Estoniya cho'qim Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligini e'tirof qilish kerak. Xitoy Shivsiyani musulmonlarning diniy e'tiqodiga hurmat qilishga chaqirdi. Xitoy tajovuzchilari Oman xalqini Sharq Turkistonga mablag' selishga va sayohat qilishga chaqirdi. Xitoyning Latin Amerikasidagi ma'arif jihatdagi ta'sir kuchi eshishi mumkin. Uyg'urlarni nazorat qilishga ishlatilganligi uchun Amerika hukumati tomonidan cheklangan Xitoy til kameralari hali ham Angliya hukumati tomonidan ishlatilmoqda. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda olsun. 20 aprel kishilik huquq mutaxassisi Everson Oliver Lod Estoniya World Tour'da Estoniya cho'qim Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish kerak mavzuliq maqola e'lon qilib, Sovet ittifoqi mezgilida favqulodda og'ir kishilik huquq jinoyatlariga shohid bo'lgan Estoniyani Sharq Turkiston xalqining qismatiga ko'z yuma olmay Xitoy Kompartiyasini hisobga tortishga undagan va Xitoyning Sharq Turkistonda sistemli holda inkor qilg'usiz darajada og'ir jinoyatlarni sodir qilayotganligini dalil asosida tafsili bayon qilish orqali Estoniyaning bu jihatdagi axloqiy majburiyatini takror ta'kidlagan. O'tir Sharq kuzatgich to'rining 20 apreldagi xabariga ko'ra, oldingi hafta Shivsiyadagi radikal o'ngchi partiyaning rahbari Rasmus Pilavdan Shivsiyaning janubidagi Linköping shahridagi bir yig'ilishda Qur'oni Karimni ko'ydirgan va keyingi yig'ilishlarda ham Qur'oni Karimni ko'ydirganligi to'g'risida jar solgan. Bu haqiqatan mislsiz paskash qilmish bo'lsa-mu, ammo ishning masxirlik tarafi shuki, Sharq Turkistonda millionlagan musulmonlarni diniy e'tiqodi sababli lager va turmalarga solib olgan. Qur'on o'qishni cheklagan Xitoy tajovuzchilari nomussizlik bilan bu voqeaga bo'lgan e'tirozini bildirib ulgurgan. Bu vaqtda diplomatiya ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin shunday degan: so'z erkinligi irqiy yoki kultural kamsitishni yo'lliqlashtirishning va jamiyatni bo'lib o'tishning bahonasi qilinsa bo'lmaydi. Biz Shivsiyaning musulmonlarni o'z ichiga olgan osonliklarning diniy e'tiqodiga hurmat qilishini umid qilamiz. Al-Arabiya to'rining 21 apreldagi xabariga ko'ra, Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarining aloqador xodimlari Xitoyning Omonda turishliq elchixonasidagilar, shundaqla Omonning Beyjingdagi bosh elchisi qatorliqlar birlikda Sharq Turkiston to'g'risida to'r yig'in o'tkazgan bo'lib, Omonning Xitoy elchisi Nasir Busaydi mazkur yig'inda shunday degan: "Men 2 yil burun u yerga borgan edim. Mazkur rayondagi iqtisodiy taraqqiyot menda to'limi cho'nqur ta'sir qoldirdi. Texmi muhimi mazkur rayon terrorizmdan va diniy oshqo'llikdan tozalandi. Men texmi ko'p omonliqlarning u yerga berib, o'z ko'zi bilan ko'rib beqishini umid qilaman." Mazkur to'r yig'inda Xitoyning Omonda turishliq bosh elchisi Li Bingbing Sharq Turkistonning bir balvoq bir yo'l tashabbusidagi muhim o'rnini ta'kidlab, omonliqlarni bu yerga mablag' selishga undagan. Amerika o'z to'rining 23 apreldagi maqolasida ko'rsatilishicha, Latin Amerikasidagi Konz institutlari 2006-yildan boshlab ko'payishga boshlagan bo'lib, navbatda Latin Amerikasi va Karib dengizi rayonidagi 23 davlatda Konz instituti bor ekan. Ba'zi davlatlarda bu institut birdan ko'p bo'lib, ko'pincha universitetlarga joylashgan. Mazkur institutlarda Xitoycha o'rgatilishi bilan bir vaqtda o'quvchilar Xitoyga yozliq lagerlarga opirildi ekan. Kultural faoliyatlar uyushtirildi ekan va kommunistik tuzilma ostidagi Xitoyda o'qimoqchi bo'lganlarga o'qish mukofoti pul berildi ekan. 2010-yili maktablarda Konzi markazi ochilishga boshlagandan keyin Xitoycha o'rganish sinfida o'qiydigan muqim o'quvchi soni 40 dan 300 ga chiqqan. Xitoyning Latin Amerikasidagi Konzi institutlari yumshoq kuch qurol nomli ilmiy maqolaning avtori Jack Gillespie bu vaqtda shunday degan: Xitoy Latin Amerikasida Xitoy bilan bo'lgan munosabati va Xitoyga bo'lgan kultural tonish sababli Xitoyning nuqtai nazariga texmo yaqin dunyo qarshiga ega kelgusi rahbarlarni yetishtirib chiqishning ko'yida. Daily Mail to'rining 23 apreldagi xabariga ko'ra, oldingi hafta Angliya Sayyor ministri Sajid Javid qo'l ostidagi tarmoqlarga Xitoy Kompartiyasi bilan quyuq munosabati bor Hikvision shirkatining til kameralarini sotib olmaslik to'g'risida buyruq tushirgan bo'lsa-mu, lekin Angliya Sayyor ministrligi hali ham bu markalik til kameradan 82 kun ishlatmoqda ekan. Egilishcha mazkur markalik til kameralar Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni nazorat qilishga ishlatilgan ekan. Xabarlarimizga ko'ngilliq rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.